O'zbekistonda sanoqli bo'lgan va faqat qizlar qabul qilinadigan madrasalarning kvotalari, va imtihon jarayonlari haqida sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Sizga batafsil ma'lumot berib o'taman. Bu yerda na shovqin, na moda bor, lekin har bir qizning qo'lida kitob, qalbida esa ezgulik bor. Toshkentda joylashgan Xadicha Kubro va Buxorodagi Joybori Kalon madrasalari o'z hududida shunday qoriya qizlarni jamlagan. Bu madrasalar o'rta maxsus bilim yurti hisoblanadi. Madrasaga kirish uchun chet tillari, O'zbekiston tarixi va tarbiya fanlaridan test sinovlari topshirasiz. Bu imtihonlarda muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlar madrasaga qabul qilinadi va 3 yil mobaynida Qur'on, aqoid, islom huquqshunosligi, oila psixologiyasi chuqur o'rgatiladi. Bu yerni bitirganidan so'ng qizlarga o'rta maxsus diniy ma'lumot diplomi beriladi. Eng yaxshi tomoni, bu madrasalar O'zbekiston Respublikasi musulmonlar idorasi tasarrufiga kiradi va u yerni bitirgan talaba qizlar keyinchalik oliy mahad, ya'ni Islom institutiga topshirish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Biz faqat qizlar topshira oladigan madrasalar haqida PDF ma'lumot tayyorladik. Bu PDF qo'llanmada madrasalarga kirish imtihonlari, jarayonlari va imkoniyatlari haqida to'liq ma'lumot berilgan. Bu PDF qo'llanmani olish uchun kommentariyada plus belgisini qoldiring va men sizga bu PDF qo'llanmani direktdan jo'nataman.